Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Velosiped so'rayotgan klientlarimizga velosipedlarimizni baholasa ancha yengillarini olib kelib qo'ydik. Narxlari ham ancha arzon narxlarda. Bu videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Ularda hozir sizlar bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Hop, bu velosipedlarimiz o'qi yo'q velosipedlarimiz, oldilari generatorli qilib ishlangan. Oldida led faralar mavjud, oldida maxsus set kechasi hamda 3 ta skors bilan jihozlangan. Mingani allaqancha qulay, ramalari baquvvat qilib ishlangan. Germanskiy modelda bo'ladi bu velosipedimiz, Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Orqa apparatlari Indoneziya davlatida ishlab chiqarilgan Shimano brendiga tegishli. Hop, orqasida 3 ta skorsi mavjud. Bemalol xohlagan skorsizga qo'yib harakatlantirsangiz bo'laveradi. Yurishlari ham ancha yengil. Bu velosipedimiz oldida amortizatori mavjud. 3 ta skorsligining narxi 1.800.000 so'mdan qilib beramiz. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Buni oldida generatori bori narxi 1.300.000 so'mdan. Hop, hech qanaqangi skorsi bo'lmagan hamda generatori bo'lmagan led far o'rnatilgan kinopichnisi bunisining narxi 1.200.000 so'mdan xarid qilib olib ketsanglar bo'laveradi. Bizning manzilimiz Quvada joylashgan. Velosipedlarimiz ancha baquvvat bo'ladi. Keyin akalar e'tibor beramiz, apparatlari oldingidan bas, apparatlari ancha baquvvat qilib ishlangan. Apparatning o'ziga 1 yil kafolat beriladi. Hop, bu apparatlarimiz props bo'lmaydigan hamda o'tkazib yubormaydigan apparatdan qo'yilgan. Konteynerlari rezvali konteyner bo'ladi, bo'shamaydigan. Pedallari alyumin pedaldan o'rnatilgan. Germanskiy modeldagi velosipedimiz, bular ham hammasi Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Yurishlari ancha yengil. Polvon baquvvat bo'lgan akalarimizga ham tushadi. Ramalari 180 kg, 170 kg gacha bo'lgan yukni bemalol ko'taraveradi. Bagajlari ham ancha baquvvatidan qo'yilgan. Hop, bunisi amortizatori yo'q, bulari amortizatori bor. Bu velosipedlarimiz soni cheklanmagan miqdorda bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa albatta murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz mavjud butun O'zbekiston bo'ylab. Hop, 1.200.000 so'm bunisi 1.300.000 so'm. Skorsligi kerak bo'ladigan bo'lsa, skorsligi 1.800.000 so'mdan. Bundan tashqari velosipedlarimiz 800.000 so'mdan boshlanadi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga batafsilroq ma'lumot berib o'tib ketishadi. Bular eng saralari, uni olasin. Like bosib, obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Keyin eslatib o'taman akalar, bular velosipedlarimizni paketchalari Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan, lekin diskalari 2 qavatli bo'ladi, piramida diska, alyumin diskadan yasalgan, manullari teshilib qolishdan xavfsizroq. Tuyog'ichlari ham 2 taridan qo'yilgan, qo'l tormozlari bilan ham jihozlangan. Ham qo'lda, ham oyoqda tormozlari bor. Velosipedimiz. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, albatta o'zimizga bog'lanaverasizlar. Undan tashqari elektronli skuterlarimiz ham mavjud. Bularda ham narxlari allaqancha yengil kelishilgan holatda. 300 kg-liklarimiz narx $8 $780, 500 kiloligimiz $870, 1 tonnalilar $1050 bo'lib ketdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Undan tashqari yosh bolachalarimizga, ko'zoqlarimizga bunaqangi signali yukalarni mindirib yuradigan velosipedchalarimiz narxi ham 850.000 so'mdan qilib beryapmiz. Ulardan ham bor, soni cheklanmagan miqdorda. Kech bo'lishiga qaramasdan bugun xudo xolasa 13-oktyabr video qilib qo'ydik. Bemalol murojaat qilaverasizlar.